Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Men Ubaydullayeva Jamila, Dinov tadbirkorlik va pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisiman va shu kafedrada o'zbek adabiyoti hamda jahon adabiyoti fanlaridan dars beraman. Bugungi mavzuyimiz jahon adabiyoti fanidan klassitsizm adabiyoti. Rejalar bilan tanishamiz. Birinchi rejamiz 17-asr Yevropa madaniyati hayotidagi muhim davr. Ikkinchi rejamiz fransuz adabiyoti. Va fransuz adabiyotining buyuk namoyandalari Corneille hamda Molière ijodiga to'xtalib o'tamiz. Dastavval klassitsizm so'zi bilan tanishsak, klassitsizm so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, namunaviy degan ma'noni anglatadi va Yunoniston hamda Rimda qadimiy san'atning tiklanishi natijasida yuzaga kelgan. 17-asr Yevropa tarixidagi murakkab, ziddiyatli, shu bilan birga muhim davr hisoblanadi. Bu davrni o'tish davri ham deb atashadi. Chunki aynan shu davrga kelib feodalizmdan kapitalizmga o'tish amalga oshirildi va bular o'z davri uchun progressiv ahamiyatga ega desak adashmagan bo'lamiz. 17-asrda Yevropa ilm fani katta yutuqlarni qo'lga kiritdi. Odamlar ongiga ta'sir ko'rsatgan fan yutuqlaridan Galiley, Campanella, Keplerlar tomonidan olam tuzilishining geliosentrik tizimini ishlab chiqarilishini misol tariqasida keltirishimiz mumkin. 17-asrda falsafa fanida ham yanada oldinga siljishni kuzatishimiz mumkin. Aynan shu davrda Bekon, Spinoza, Descartes va boshqa faylasuflarning ijodlariga to'g'ri keladi. Va bunga misol tariqasida biz Bekonning inson insonga dushman yoki Descartesning men fikr qilyapman, demak mavjudman degan fikrlari misolida ham kuzatishimiz mumkin. Davrning ilg'or vakillaridan bir qanchasi inkvizitsiya qurboni bo'ldi. 1619-yil faylasuf Vaninini o'tda yoqishdi. 1662-yilda esa fransuz shoiri Claude Le Petit qatl etildi. Campanella hayotining 33 yilini aybsiz qamoqda o'tkazdi. Hayotning murakkablik va qarama-qarshilikka to'laligi bu davr adabiyotining ham ziddiyatli rivojlanishiga olib keldi. 17-asrda Yevropada Renessans realizmi, barokko, klassitsizm singari 3 asosiy yo'nalish baravariga teng rivojlanib bordi. Bu davrda Renessans realizmiga xos bo'lgan xislatlar yangi yuksak darajada davom ettirildi va buni biz o'sha mashhur ijodkor Lope de Vega ijodida kuzatishimiz mumkin. Barokko adabiyotida esa diniy g'oyalar asosiy o'rinni egalladi. Mutaxassislar klassitsizmning paydo bo'lishini 1515-yil italyan yozuvchisi Trissinoning Sofonisba tragediyasidan boshlab belgilashadi. Aynan 7-asrda Lyudovik 14 zamonasida absolyutizm mustahkamlanadi. Anarxiyaga chek qo'yish, juz'iy narsalarni umumiylikka bo'ysundirish, absolyutizm himoyachilari ilgari surgan muhim masalalardandir. Siyosatdagi singari adabiyotda ham qattiqqo'llik bilan ish tutildi. Barcha ijodiy jarayonlar ma'lum qoidaga itoat ettirildi.
Klassitsizm yozuvchilari absolyut hokimiyat, mamlakat milliy birligi manfaatlariga mos keladi deb uni mustahkamlash g'oyasini qo'llaydilar. Ular qirollik siyosati bilan hisoblashishga majbur bo'lganliklaridan qisman saroyga ham bog'liq edilar. Fransiyada klassitsizm adabiy yo'nalish sifatida to'la qaror topib, adabiy jarayonda yetakchi mavqe egallagan bo'lib, fransuz klassitsizmi Yevropadagi boshqa xalqlar adabiyotlariga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Fransiyada klassitsizm madaniyatining gullab yashnashiga asos bo'lgan qator omillar mavjud. Fransuz klassitsizmining gullab yashnashiga asos qo'ygan yana bir muhim omil sifatida Dekart ta'limotini olishimiz mumkin. U 17-asr fransuz falsafiy tafakkurining cho'qqisi hisoblanadi. Dekart falsafada ratsionalizm oqimining asoschisi. Bunga ko'ra, haqiqatning bosh mezoni va manbai ondir. Ya'ni Dekart haqiqat manbai borliqda yoki tajribada emas, balki tafakkur qurilmalarida deb biladi. Shundan kelib chiqqan holda klassitsizmning asosiy tamoyillarini belgilashimiz mumkin. Ularga ko'ra, san'at aql tomonidan qat'iy tartibga solinishi kerak. Badiiy asar aqlga muvofiq va aniq tahlilga imkon beradigan tarzda qurilishi lozim. San'at asarining kuchi tafakkur qudrati va mantig'i bilan belgilanadi. Klassitsizm nazariyasi bo'yicha butun adabiy janrlarni biz ikkiga bo'lishimiz mumkin. Yuksak adabiy janrlar hamda tuban adabiy janrlar. Yuksak adabiy janrlarga tragediya, epos, qasida kiradigan bo'lsa, adabiy janrlarimizga komediya, satira va epigrammalar kirishi mumkin. Yuksak savol tug'iladi. Yuksak janrlarda kimlarni ifodalashgan? Yuksak janrlarda davlat ishlari, qirol va hukmron tabaqa vakillarining harakatlari tantanali uslubda tasvirlanib borilgan. Tuban janrlardachi? Tuban janrlarda esa 3-toifa vakillarining kundalik turmushlari kulguli manzaralarda aks ettirilishi lozim edi. Klassitsizmda muhim o'rin egallagan drama janrida 3 birlik qonuniga doim rioya etilishi kerak. Xo'sh, bu 3 birlik qonuni nima? Bu 3 birlik qonunining birinchisi zamon birligi, ya'ni voqealar aynan bir kunda yoki bir binoda bo'lib o'tishi shart deb belgilangan. Ikkinchisi makon birligi. Demak, hodisalar bir kunda bir binoda bo'lishi shart. Uchinchisi esa harakat birligi, ya'ni syujet, voqealar aynan faqatgina bir syujetga asoslanishi shart bo'lgan. 17-asr fransuz adabiyoti va aynan 17-asr fransuz adabiyotining rivoji va o'ziga xos xususiyatlari ana shu tarixiy davr sharoitlari bilan bog'liq hisoblanadi. 17-asrda Fransiya Yevropadagi eng qudratli mamlakat edi. 17-asr fransuz adabiyoti va san'atida klassitsizm uslubi o'z taraqqiyotining eng yuqori baland cho'qqisiga ko'tariladi. Fransiyada klassitsizmning rivojlanishiga sabab bo'lgan yana bir omil o'sha davrning yirik mutafakkiri Dekart bilan Gassendi filosofiyasining ta'siri bo'lgan. Dekartning ratsionalizmi shundan iborat ediki, u haqiqatni tajribadan, moddiy dunyodan emas,
balki aql idrokdan qidirdi. Uningcha, idrok haqiqatning yagona o'lchovi. Klassitsizm nazariyatchilari aql idrok kuchiga qattiq ishondilar va o'z qarashlarini shunga asosladilar. 17-asr fransuz adabiyotining yana bir yirik namoyandasi Boileau hisoblanadi. Demak, shoir Nikolay Boileau Parijda tug'ilgan. 1673-yilda Lyudovik XIV Boileauni saroy tarixchisi qilib tayinlaydi. 1684-yilda u Fransuz akademiyasiga a'zo qilib saylanadi. Boileauning muhim asari Poeziya san'ati nomli didaktik poemasidir. Shoir bu asarida klassitsizm adabiy uslubining qoidalarini asoslab berdi. Boileau Descartesning falsafiy metodini badiiy adabiyotga tatbiq qildi. Klassistlar estetikasi uchun xarakterli narsa aql idrokka tayanishdir. Boileauning fikricha, aql idrok san'atning oliy maqsadi bo'lgan go'zallikni yaratadi. Aql idrok vositasi bilan Boileau antik jamiyatda yaratilgan, go'yo hamma davr uchun bir xil qimmatga ega bo'lgan, lekin o'rta asrlarda yo'qolib ketgan va endi faqat yuqori guruhlarga ma'lum bo'lgan oliy badiiy didni tushunadi. Klassitsizm adabiyotining yana bir yirik vakili dramaturg Pierre Corneille hisoblanadi. 1684-yilda Ruan shahrida tug'ilgan. Sud chinovniki oilasida Luzit maktabida o'qigan, huquqshunoslikni o'rganib, advokat bo'lib ishlaydi. Bir kuni Corneillening do'sti uni o'zi sevgan qizi bilan tanishtiradi. Qiz esa Corneilleni yoqtirib qoladi. Ana shu voqeaning kulgili tomoni uni komediya yozishga undaydi. Shunday qilib, birinchi Melita komediyasi yaratiladi. Shundan keyin uning Beva, Qirollik, Maydon, Sud galereyasi komediyalari yaratiladi. Ammo Corneille'ga uning tragediyalari shuhrat keltiradi. 1635-yilda Medea tragediyasi antik yozuvchilar Evripid va Senekaning Medea haqidagi asarlari syujetidan olingan. Corneille 1636-yilda fransuzlar faxriga aylangan Cid tragediyasini yaratdi va Fransuz akademiyasi tragediyani sinchiklab o'rganib chiqdi. 1639-1641-yillarda Goratsiy, Sinna asarlarini yozdi. 1652-yilda ijodiy omadsizlikka uchragandan so'ng Pertarit tragediyasi muvaffaqiyatsizlikka yuz tutib, Corneille 7 yil ijod qilmadi. 1659-yilda Edip tragediyasini yozdi. Dramaturgning tarixiy tragediyalari 17-asr Fransiya xizmat qilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Cid tragediyasi Corneillening bu asari rus tiliga tarjima qilingan. Kateninga Pushkin men seni va talabchan Corneilleni qutlayman degan gaplarni aytadi. Cidni uning eng yaxshi tragediyasi deb hisoblayman deb yozadi. Asar syujeti Ispan bahodiri Rodrigo Dianis haqidagi o'rta asr qahramonlik eposi bo'lib, unda Gilen de Castroning Cidning yoshligi piyesasidan olingan. Ammo Corneille bu mavzuni zamonasiga yaqinlashtirib,
mustaqil, original asar yaratadi. Bugungi klassitsizm mavzusidagi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.